Ha, ishlash jarayonida kulgili voqealardan bitta marafonda ikkita Lobarxon degan ayol bo'lishganda, birinchi Lobarxon turmush o'rtoqlari bilan gaplashish so'raganlar, oila terapiyasi olib borayotganimizda. Men ikkinchi Lobarxondan yozaman, turmush o'rtog'ingiz raqamlarini berib oling deb. U kishi ham nimaga so'rayapsiz demabdilar-da, turmush o'rtoqlarining raqamlarini tashlab olibdilar. Turmush o'rtoqlariga telefon qilib, ayoli so'ragandilar gaplashishni deb juda berilib gaplashyaptiman. U ham tushunmayaptilar. Kimsiz o'zi, mendan nima xohlasiz sizlar? Ha, demak, erlari xohlamaganu ayollar majburlab erlarni telefonni bergan ekanlar deb. Qarasa gapga kelmaydi. Ular ham ancha bolaligingiz yaxshi o'tganmi, ota-onangiz to'liq bo'lganmi desam, ha, ota-onam borlar, Allohga shukr, sen ham, ha, Allohga shukr deb bir 10 minut qiynaman ularni xo'jayinlarini. Keyin oxiri bir payt yetib kelib qoldi-da. 4 ta farzandimiz bor dedilar-ku. Yo'q, opa, meni 2 ta farzandim bor. To'xta. Xo'jayin ayolingiz ismi Lobarxonmi? Ha, Lobarxon. Familiyangiz nima? Sa, familiyam bunaqa. Uzr deyman. Bir rosa kulgili bo'lgan. Marafonimizda ikkala Lobarxon ham rosa kulishgan shunaqa.